Xo'sh, mazam qandaysiz, yaxshimisiz? Bolalarda qanaqa o'zgarish? Rahmat, Gulnoza opa, siz sababchi bo'lib aytganlaringizni qilib natijalar shunaqa zo'r bo'lyapti. Bitta Elnurez bolamga olgan kursimni 3 ta bolamga qo'llab hozir uchalasi bilan zo'r kontakt qilyapman lekin. Rahmat. Xo'p, Enures qanchada anaqa bo'ldi, davo bo'ldi qaysi mashqlarni ko'proq qildingiz? O'zi boshida shu olganimda man avvalam boshqa kurslar olganman, foyda bo'lmaganda ikkilanib oldim. Lekin shunaqa zo'r natija bo'ldi. Aytganingizdek 20 kun davomida o'sha qattiq jismlar bilan ko'proq qo'li bilan ishladik, affirmatsiyalar bilan ishladik. Enuresga shu. Allohga shukur-da, mana 3 oy bo'lyapti, Xudoga shukur. Mana siz Hali bilan takrorlanmadi. hozircha yaxshi, Da, inshaalloh. Xudo xohlasa shunaqa bo'ladi. No, mashg'ulotlarni davom ettirishingiz kerak unga. 4 oy refleks bo'ladi dedik. Xo'p, endi ikkinchi bolangiz agressiya. Agressiv bolangiz bor edi. U bilan qaysi mashg'ulotlarni qilasiz? Agressiv bolamiz bilan ko'proq mana bu qo'li bilan, tapping nuqtalari bilan ishladik. Ko'proq vannalar qildirdim. Aytganingizdek, adyollarga o'rab qo'yadigan bo'ldim. Shu Natijasi metodlarni, zo'r. chaqaloqchi metodlarni Вообще qilib. odamni tinchlantirar ekan. Onda-sonda o'zimga ham qilyapman. Tapping zo'r ishlaydi onalarga-da, asabiy onalarga aytaman, o'zinglarga ham qilaylik deyman. Tinchlanib qolar ekan. Zo'r, Молодец. lekin natijasi Xud qilib qilsa bo'lar ekanmi? bo'lar. O'zgarar Boshida ekanmi? eshitib, darsi quruq gapni eshitib, nimani amaliyot qilaman deb qo'rqqan edim. Lekin qilgan odam bilar ekan, buni haqiqatdan ham ishlar ekan. Zo'r. Xund qilib qoldirmasdan qilsa, обязательно bo'ladi. Qaysi kundan boshladi? Mana san qilyapsan, qoldirmasdan necha kunda уже ko'rishni boshlading? Mana 20 kun bo'lyapti, natijalar zo'r. Xudo xohlasa mana 4 oy davomida to'xtamasdan aytganingizdek hamma mashqlarni qilamiz bolalar bilan. Natija Endi 3 yoshli manipulyator bola haqida gapirib ber. Juda mana videolarni ko'rib qo'rqituvdik. Mana bu sog'lommi? Bu bola yerga yotib oladi, o'zini otadi deb. Xo'sh, u qanaqa o'zgarish? U ham joyiga keldi deding-ku. U manipulyator bolamni eshitishni o'rgatdim. Hech bolalarim eshitmas ekanman-da, baqirsam ham urishib ketaman. Urib, Urishib, chiqib keladi, baqqarib bolalar. janjallashib urishib ketar ekanman. Hozir lekin hissiyotlaring qanaqa, o'zing qanaqa deb so'rashni boshladim. Eshitganingizni baribir bola his qilar ekanda, hissiyotlarini eshitganim sari bolam ochilib, tinchlanib. Hayotga keluvdik. Bizani ham eshitishmagan, bizani ham urishgan, o'lmadim-ku, mana yaxshi qiz bo'ldim-ku deb. Hozirgi bolalarga u eski davrlar o'tmas ekan. Tushunib yetdingmi? Ularni tili boshqacha, bizaniki boshqacha. Lekin zo'r. U bilan ham ancha til topishib qoldik. O'ziga kelib, manipulyatsiya qilsa unga vaqtida turib berib, urishmasdan, indamasdan, chidab berib, ozgina. hissiyotlarini eshitib so'rasangiz ham, bola u narsani his qilar ekan, baribir o'zgarar ekan. Hozir uchala bolam bilan ham yaxshi aloqamiz. Yaxshi, tilni topib oldik hammasini. Joy-joyiga tushdi. Bitta Elnurez orqasidan keldim, uchala bolam bilan ham kontakt yaxshi bo'ldi. Главное, qunt qilib har biriga individual ravishda yondashganing. Sandan qiyin shu yutug'i shunda qunt qila olib, bolang uchun harakat qilib turib san o'sha aytganimdek yomon ona emassan, молодецsan. Shunchalik harakat qilib, natija bo'ladimi, bo'lmaydimi o'ylab o'tirmasdan tavakkal qilib, qanaqa ilm olib, ilm ishlatishni bilganingiz bu sani natijang. Buni san uddala olding. Biz faqat qo'lingga ilm shu kitobini, o'sha yo'llanmasini, yo'lini ko'rsatdik. Вот san uddala olding. Sanga o'xshagan ayollar minglab. O'shalarga nima deysan? Nimani maslahat berasan? Ayollar o'ylanib o'tirmanglar, harakat qilinglar, har qanaqasiga harakat qilinglar, davosini, yechimini topasizlar. Sizga rahmat. Mana siz sababchi bo'ldingiz, keldik, qunt qilib bajardik, shu yo'l davomida birga bo'ldinglar, bizga yo'nalish berdinglar. Ayollarga maslahat Qiyinmas ekanmi? beringlar. Boshida qanaqa qilaman derding? Kelinglar. Qiyinmas ekanmi? Yo'q, qiyin. Boshida 1 soatlik qilgan narsa hozir 20 minutda qilyapsizlarmi birgalikda? Ha, hozir ancha oson bo'lib qoldi. O'zi o'rganib ketib, o'zi yurgan yo'lda qilib yuradi. Davomiy bo'lar ekanda, natija odam bitta o'rgangan. Qanaqa o'ziga ishonchi oshdimi bolalar hammasini? Zo'r, odam ancha ko'ngli tinchlanar ekan, o'ziga nisbatan ishonchi ortar ekan, baribir men yaxshi onaman degan O'zingga uvering desa, ayblamasdan, jamiyat oldida o'zingni yomon his qilmasdan. Yengillikni his qilar ekan odam. Kelajagiga nisbatan bolalarni qanaqadir страховка qanaqadir yaxshi yo'nalish beryapman degan narsa ko'nglingizni tinchlantiradi. Telefon o'ynab o'tirganidan har xil mashqlarni metod qilib, miyasini rivojlantirib, ertaga maktabga chiqsa ko'rasan bularning hali o'zlashtirishda ham boshqa boladan farq qilib turadi. Ilohim o'zini o'rnini topib ketishiga mana qo'ldan kelgancha siz sababchi. Bizga yordam bergan. Oxirigacha xayrli bo'lsin. Xo'sh, onajonlar, hozirgi ko'rgan ayolinglar menga bir oy oldin kelgan edilar. 3 ta bolali,
mana sizlarni talabinglarga binoan natija bo'ladimi? Va bunaqa natijalar judayam ko'p. Va ayol kelib qolganlar iltimos qilib videoga olib chiqyapmiz bilishinglar uchun. Hamma ona bir ona. Bu ayol ham sizga o'xshab uyda 3 ta bolasi bilan qiynalib, bolalarini tilini topolmasdan, qaynonani oldida, eri oldida uyalib, bolasini enurezdan qiynalgan ayol edi. O'zi qo'rqoq, o'zi qo'rqadigan, uyaladigan, bolasini orqasidan gap eshitib charchagan ayol edi. Hozirgi kunda ko'ryapsiz. Bu ayol bitta diagnostika olib kelib ketgandan keyin biz ko'rdik, o'zi постоянно bosimda bo'lgani uchun o'zini eriga, qaynonasiga fikrlarini erkin, batamol aytolmasdan bolalarga agressiyasini ko'rsatgani uchun, uchta bola, uy yumushlari, eri bilan bo'lgan muammolarni hal qilolmaganidan, asabiy holatida bolalarni urib, urishib qo'yganidan charchab kelgan ayol edi. Bu ayol hozirgi kunda diagnostikadan keyin shu nurez bo'yicha bo'lgan kursimizni olib, mana shunaqa natijalarga erishdi. Bu ayol xuddi siz kabi oddiy uy bekasi ayol. Bu qila olgan siz ham qila olasiz, uddalay olasiz. Ya'ni kursda bir siz qila olmaydigan qiyin terminlar, bir qanaqadir mashg'ulotlar yo'q. Bunda oddiy uy sharoitida bolangiz bilan erkin, bemalol shug'ullanib, uni tinglab, uni gapirayotgan gaplariga to'g'ri javob qaytarishni o'rganasiz. Ya'ni o'z bolangizni tilini o'rganasiz. Bu kurs nafaqat enurez, enkapress uchun, balki agressiya, tik, nevroz kasalliklar. Hozirgi zamonda rivojlanib ketgan zamonda bolalar постоянно telefonda o'tirishadi, gadjetlar, diqqati tarqoq, diqqatini jamlay ololmaydi. O'tish davrida qiynaladigan onajonlar uchun, har xil aktiv, giperaktiv, SDVga bor bolachalar uchun judayam mos tushadigan kurs. Ya'ni bitta kurs olganingizda siz uyingizda 5 ta bolangiz bo'lsa, 5 xil muammosi bo'lsa, bemalol ularga yechim bera oladigan produkt bo'lgan. Ya'ni siz u metodikani sotib olganingizdan keyin u sharoitida bolangiz bilan bemalol shug'ullanib, u bilan mazmunli va unumli vaqt o'tkazishni o'rganib olasiz. Oddiygina gaplashib o'tirganingizda ham, telefon tutib o'tirganingizda ham shu vaqtingiz ketadi. Bolangiz shu yerda telefon ko'rib o'tirsa, planshet, qanaqadir o'yinlar o'ynasa, yo o'rtoqlari bilan siqilib nimadirlar haqida gaplashganda xuddi shu kun, vaqt o'tadi. Vaqt juda ham tez o'tadi. Bir pasda 6 yosh enurez bo'layotgan bolachangiz 15 yosh ham bo'lib qoladi va enurezdan davolanmaydi. Va sizni yeyotgan ichingizdagi aybdorlik hissingiz kelajakda o'zingiz bilan farzandingiz bo'lgan munosabatingizga juda ham qattiq ta'sir qiladi. O'shaning uchun siz hozir farzandingizga vklad qilishdan qochmang, ya'ni uni ilmiga sarmoya qilishdan qochmang, natijasini albatta olasiz. Hoziroq "Men yomon ona emasman" kursimga yoziling. Bu kursda siz bolangizni individual ravishda u bilan gaplashishni, unga podxod qilish, uni kasalliklariga yechim berishni o'zingiz o'rganasiz. Kurs haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, havola bo'ylab ro'yxatdan o'ting va menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi.